Xalqimiz bahor fasli kirib kelishi bilan atrof muhitni ko'rkam qiyofaga keltirish harakatiga tushadi. Bu uyg'onish fasliga hamohang tarzda yurt tarovatini yanada fayzli qilib yuboradi. Shu kunlarda Navro'z umumxalq bayrami oldidan yangi Bobur shahrida keng ko'lamdagi obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Bobur shahrida bu yilgi Navro'z bayramiga tayyorgarlik allaqachon qizg'in pallaga kirgan. Adirliklar bag'rida barpo etilayotgan bayram maydonida ish jarayonlari erta tongdan boshlanib, kechga qadar uyushqoqlik bilan davom etmoqda. Har bir tashkilot va muassasa o'ziga ajratilgan maydonchaga haqiqiy Navro'z muhitini olib kirishga harakat qilyapti. Milliy bezaklar o'rnatilyapti, sahna kompozitsiyalari tayyorlanyapti. Qadimiy urf-odatlar, bahor timsollari va milliy an'analarni aks ettiruvchi badiiy ko'rinishlar yaratilmoqda. Atrof muhitni obodonlashtirish ishlari ham jadal ketyapti. Hudud tozalanmoqda, gul ko'chatlari ekilyapti, yo'laklar tartibga keltirilmoqda. Bu ishlar shaharning sayyohlik jozibasini ham oshirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli. Bu yilgi xalq sayllariga xorijlik mehmonlar ham katta qiziqish bildirmoqda. Xitoylik investorlardan biri Bobur shahridagi bayram muhitini alohida e'tirof etdi. Rostini aytsam, bu yerdagi muhit meni juda hayratga soldi. Adirliklar orasida bunday katta bayramga tayyorgarlik ko'rilayotganini ko'rish juda qiziqarli. Odamlar juda faol. Har bir jamoa o'z maydonini chiroyli qilib bezashga harakat qilyapti. Men ayniqsa milliy an'analarga bo'lgan ehtiromni sezyapman. Bezaklar, liboslar, taomlar barchasi o'ziga xos madaniyatni ko'rsatadi. Shu bilan birga bu yerda zamonaviy g'oyalar ham bor. Bu menga juda yoqdi. Navro'z maydonida tashkilotlar o'z imkoniyat va g'oyalarini namoyon etishga intilyapti. Ayniqsa ayrim maydonchalardagi noodatiy loyihalar sayl ishtirokchilarini qiziqtirishi kutilmoqda. Ulardan biri suv ta'minoti korxonasi tomonidan qurilgan kichik ammo noodatiy favvoradir. Navro'z bayrami har yilgidanda chiroyli, ko'tarinki ruhda o'tish kutilyapti. Yangi Andijondan bizga yer ajratilgan. Shu yerda jamoamiz bilan birga o'zimizga ajratilgan yerda obodonlashtirish ishlari, mehmonlarga, kelayotgan xalqimizga ko'tarinki kayfiyat ulashish maqsadida birga jamoamiz bilan birga ish tashkil etyapmiz. Shu jumladan suv ta'minotidan yangilik yaratdik. Yangilik texnologiyasi bilan sizlarni tanishtirib o'tsam, bu yerga 200 litrlik bachok o'rnatilgan. 200 litrlik bachokning ichiga suv solib, ichiga motor qo'yilgan. Motor qo'yilib, turbani svarka qilib, shunaqa texnologiya ishlatilganki, motor turbadan suvni tortib, tepaga yuqoriga haydab beradi, yuqoridan yana qayta orqaga bachokka tushadigan holat bo'lgan. Siri shunaqa oddiygina, ham odamlarning kayfiyatini ko'taradigan darajada deb o'ylaymiz. Bobur shahri adirliklarda barpo etilayotgan bu maydon Navro'z kunlari 100 minglab mehmonlarni qabul qiladi. Bayram dasturida milliy o'yinlar, xalq sayllari, konsert dasturlari va turli ko'rgazmalar o'rin oladi. Hozircha esa maydonda eng asosiy ish tayyorgarlik, mehnat, tashabbus va birdamlik bilan vujudga kelayotgan bu muhit bu yilgi Navro'zni yanada fayzli va unutilmas bayramga aylantirishi shubhasiz.